Buni albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmang. Tuxum va shakarni yaxshilab oppoq ko'pik bo'lguncha ko'pirtiramiz. Chayni sodamiz hidi kelib qolmasligi uchun qatiqqa solib aralashtirib, ketidan yog' va kakaoni solib bir xil massa bo'lguncha ko'pirtirishda davom etamiz. Oxirida un, razrixlitel va vanilinni ham qo'shamiz. Tayyor massamizni teng 3 qismga bo'lib olamiz. Duxovka listiga solib 180 gradusda 10-15 daqiqa pishirib olamiz va cho'p yordamida tekshirib olamiz. Biroz miksir qilingan vario nimalikkoyimiz ustiga muzdekkina qaymoq solib, maxsus 3 ta birdalik kofe bilan ko'pirtirishni boshlaymiz. Har uchala qavatiga ham kremimizni teng qilib surib, yonidan kesib olingan biskvitni urvoq holiga keltirib, pirojnimiz ustini qoplaymiz va bir necha soatga muzlatgichga jo'natamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Yeganlarga shifo bo'lsin. Zo'r chiqdi. Rostdan zo'rmi mazasi? Rosa zo'r. Kremi shunaqa zo'r.